أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. أما بعد. Bugünkü dersimiz en-nasiha. Nasihat degan samimiy bo'lish, kuyunib maslahat berish degan ma'no. أخرج مسلم في صحيحه عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. Sey Müslim'de kilişçe Temim el-Dari diye sahabe Resulullah'dan Müslim'de diğerlikini rivayet kıldı. Din nasihattir. Yani samimi buluştur demekçe. Nasihattir degene samimi buluştur. Kulna liman, sahabeler bu din nasihat degan bu so'zni olgandan keyin so'rabdi. Kim uchun samimi bo'lmas? Qala lillah. Alloh uchun va li kitabihi. Kitobi uchun va li rasulihi. Payg'ambari uchun va li a'immatil muslimina va 'ammatihim. Va yana musulmonlarning rahbarlari, imomlari, valilari, hukmronlari uchun va yana umum fuqarolar uchun deydi. Avomlar uchun deydi. Yani shular uchun hammaga samimiy bo'lishdan iborat din degan shu bunday. النصيحة الدين النصيحة خبر مبتدا وخبر يعني دين نصيحة عبارات سميمي بولشتن عبارات لو فطن الناس إلى ما في الدين الإسلامي من خير وسعادة kişiler İslam dinindeki yaxshilik ve saadet muşulağa dikkat qiladigan bo'lsa fatina degan şeyde tushunadigan, uqadigan, dikkat qiladigan bo'lsa وَتَنَبَّهُ إِلَى مَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ تَعَالِيمُهُ مِنْ رَشَادٍ وَحِكْمَةٍ İslam dininin ko'rsatmalari, ta'lim degan şey ko'rsatmalari o'z ichiga olgan to'g'rilik, rashad degan to'g'rilik, durustlik. Rashada deymiz-ku. Min amrina rashada, taharraw rashada. Rushd degan, rashad degan to'g'rilik, durustlik va hikmat. İslam dininin ko'rsatmalari o'z ichiga olgan to'g'rilik, durustlik va hikmat larga diqqat qiladigan bo'lsa, tanabbaha degan diqqat qilsa. Va atharu ikhlasahum li anfusihim ala ta'assubihim li ara'ihim va mawruthatihim va ansafu hada ad-din haqqa insafihi va yana o'zlariga bo'lgan ixlosni a'lo bilsa dedi. Ala ta'assubihim li ara'ihim o'zlarining ko'z qarashlari va o'zlari burunqilardan miras olgan qoldiq fikrlar shularga bo'lgan taassublikni tashlab o'ziga samimiy ixlos bilan muomala qilishni a'lo bilsa, shuni tanlasa deymiz. Axira degan mushuni a'lo bildi, mushuni tanladi degan gap. O'ziga samimiy bo'lishni tanlab, taassublikni burunqa qoldiq qarashlarga bo'lgan kajligini tashlasa deymiz. Mavruth degan burunqilardan o'zi singdirib olgan, miras qilib topshirib olgan qarashlar, e'tiqod. Va ansafu hada ad-din haqqa insafihi. Mush dinga, islom diniga haqiqiy insof bilan qarasa, insof bilan muomala qilsa, labadaru jami'an ila i'tinaqi mabadihi. Albatta, lam shada albatta hammasi degidek mush dinning prinsiplarini e'tiqod qilishga oldirashgan bo'ladi. Badarga oldirdi, jugudirgan. E'tiqod qilish. Walindiwa'i tahta liwa'ihi. Indiva degan uyushish, qo'shilish yomanda. Tug'uning ostida uyushishga oldirashgan bo'ladi. Tug'uning ostida uyushishga oldirashgan bo'ladi. Walistidlali biroyatihi. Bayroq bilan soydashqa. Yani şu bayrağın astı jig'ilishga deyiladi. Sizlar degani şu bayrağın astiga to'plashish deyman. Wala sara'u ila al-i'tisami bi hisnihi al-hasin. Hasin degan mustahkam, hisn degan qo'rg'on. Islom dinining mustahkam qo'rg'oniga chin yepishib turishga oldirashgan bo'ladi. I'tisam degan chaplashib chin yepishib turish degan. Şu maydonlardagi navoiy qilib bir yerda chin o'tirib olganlarni i'tisam Abbasiyada o'qigan ihsan. Hasin degan mustahkam. Hisn degan qo'rg'on. Ya'ni islom dinining shu mustahkam qo'rg'oni chin yopishgan bo'ladi. Xudoning Qur'oni Karimga chin yopishishni ko'rsatgandek. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu degan. Wal istimsaki bihablihi al-matin.
Bu yuqorida jumla taxmo ta'kidlab kelgan jumladek mustahkam arqinni ching tutish degan bu. Demak shu Qur'onni ching tutish, hablulloh degan shu Qur'on Karim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فهذا مبدأ التناصح الذي ينادي به الناصح الأعظم صلى الله عليه وسلم. Mana şu en katta, en çok samimi nasihat qilguchi Rasulullah sallallohu alayhi vasallam chaqirgan o'zaro samimiy bo'lish prinsipi mushudir. Mushu yuqori biz deganimiz samimiy bo'lish en katta samimiy maslahatlar uchun ko'ynab yo'l ko'rsatuvchi Rasulullah sallallohu alayhi vasallam tashviq qilgan yoki shu qilishga chaqirgan o'zaro samimiy bo'lish prinsipidan iborat. Yunadi ve ya'tabiruhu kullad-din ve shu katta samimiy nasihat qiluvchi zot mushunda o'zaro nasihat qilishga chaqirgan va mushunda o'zaro samimiy nasihat qilishni nima deb hisoblagan? Dinning hammasi mushudir. Mushu dindan iborat mushu. Val asr surasida tavasav bil haqq va tavasav bis sabr. Shu tavasav deganmi? Yaqin tavsiya qilish, samimiy shu yaxshi ishni ko'rsatib qo'yish ham. Demak, ad-dinu an-nasiha. Ya'ni din mushundan iborat edi. Xuddi boshqa narsa emas. Din mushu shu dedi. Walau anna an-nasa ammamuhu fima baynahum nawada khalayiqla kishilar aşı o'zaro samimiy bo'lish prinsipini o'zaro qanotga yuradigan bo'lsa va tarassamuhu fi muomalatihim va ahvalihim o'zlarining muomallarda, ahvollarda, ishlarda ashunga agishib shu siziq bo'yicha maqsad tarassama degan shu siziq bo'yicha maqsad shu izni besmanda agishdi degan ma'noda. Ashunga agishsa wattaba'u hadiyahu fi kulli umurihim ya da hediyemde tutkan yolu desek olur. Resulullah'ın tutkan yolunu barlık işlerde Resulullah'ın tutkan yolunu ergiş mansa ve cemiyen şu onihim kulle umurin diyen şu okşişman cemiyen şu onihim barlık işlerde la sa'ada halul insaniyeti ve aşet amineten mutmainna. Elbette insaniyetin ahvali baxtli bo'lib ketib, xotirjam bexaraman yaşagan bo'lardi. Va la tajannabat katiran min al-mushkilat. Nurg'un mushkullardan yiroq bo'lgan bo'lardi. Va shurur allati hiya fil g'alibi laysat illa natijatan li tarki at-tanasuh. Ko'pincha ahvolda shu o'zaro samimiy bo'lmaslikdan kelib chiqqan, ya'ni shu samimiy bo'lmaslikning natijasi bo'lib qolgan nurg'un yomonliklardan saqlangan bo'lardi. Ve bu insanların o'rtadagi qiyinchiliklarning ko'pinchisi o'zaro samimiy bo'lmaslikdan kelib chiqqan. Agar samimiy bo'lsa o'zaro ash qiyinchiliklar, mushkullardan saqlangan bo'ladi dedi. Ve li shuyu'i su'i zanni ve intishar fuqdan al-thiqati bayna al-afrad wal jamaat. Yana bu mushkullar, shururlar nimaning natijasi? Birinchi tarki tanasuh. O'zaro samimiy bo'lmaslik natijasi. Yana yomon gumonning yamrab ketganligining natijasi. Şu adga yamrab ketish, taraqlib ketish. Va intishar fuqdan istiqat baynal afrad wal jamoat. Shaxslar va jamoatlar orasida o'zaro ishonchning yo'qolib, ishonchsizlikning yamrab ketishidan kelib chiqqanligi. Shuning natijasi. Va li khuturati hada al-mabda, mush o'zaro samimiy bo'lish prinsipining nihoyat muhimligidan deydi. Xutura o'shada ta'siri cho'ng, xatarlik prinsip mavjud. وعظم أثره في إصلاح حالة وأش برنسبنا جميعنا أحوالنا إصلاح قلشتا تأثيرنا كتلقدن قال بعض العلماء عن هذا الحديث بعد علماء مشاهدة سقدا إنه أصل عظيم الشأن من ذلك بو نايت كتبر أساس ده يعني قاعدة أصل ديان أول قاعدة أساس يمان شأن نايت كتوغم بر قاعدة بو وإنه عليه وحده مدار الإسلام. İslam'ın oku müşahedesi etrafı çögüleydi dedi. Medar diyen oku ya ki orbitisi diyen. Müşahedes zaten İslam'ın mağzi diyen de kaldı. Yani müşahedes xudda dinin nasihada 100% şu nasihat kılıvattı o. Dağınken İslam'ın şu nasihati ibaret dedi. Başka nasihati ibaret emez. Dağınken bütün İslam'ın hem aşı
amallari nimalari mushu hadis atrofida cho'gilaydi. Mushuni o'qib turib, mushuni atrofida cho'gilaydi. Boshqa har qanday hukm, boshqa adab axloqlarni hamma yig'ib kelsak, shu mushuning nimasidan sirtib ketmaydi. Mush da'vatdan sirtgan. Wa qala ba'dun akharu, yani ba'zi ulamolar innahu ahadul ahadith allati tajma'u umural islam. İslamning butun ishlarini jug'laydigan, jam qiladigan hadislarning biri. Boshqa islam bor. Lekin mesela innamal a'malu binniyat deganmi, endi jug'laydigan hadis. Lekin ma'mu shunda jug'laydigan hadis. Ulamolar ba'zi shu 4 hadis butun islom mazmunini o'ziga deganlar va ba'zi 10 hadis, 17 hadis deganlar va bunda jug'lagan. Shu 40 hadisni jam qilgan chog'da shunda eng umum mazmunni o'ziga oldigan hadislarni, undan boshqa muhim deb qaragan hadislarni jug'lagan 40 hadisda. Bu 40 hadisdan biri. Ve fi i'tiqadina bizning qarshimizda annahu la g'arabata fima yaqulu haula ulama. Ash ulamalar degan mushtarlarda g'alatilik yo'q buningda. G'alati gap emas. Lianna an-nasihata fil waqi'i inma tanba'ithu an ar-raghbati al-akidati fi maslahati al-mansuh lahu. Chunki nasihat degan nasihat samimiy bo'lish dedik biz nasihatni. Bu amaliyotda ash samimiy nasihat qilingan shaxsning foydasini haqiqiy ko'zlab, shuni xohlaganlikdan andi kelib chiqadi deydi. Ya'ni nasihat qiluvchi nasihat qilgan kishining manfaatini ko'zlaganlikdan kelgan nasihat bu. Shu nasihat qiladi. Va anil ihtimam bi sha'nihi, uning ishlariga ko'ngil bo'lish jihatdan. Wal qasdi ila ma ya'udu alayhi bil khayri wan nafa. Shu kishiga bu shu xayrlik bo'lsin, manfaatli ish bo'lsin deb foydali deb qaragan narsalarni ko'zlashdan kelib chiqadi. ولا شك أن المنصوح إذا شعر بكل ذلك من جانب الناصح اطمأن إليه. Elbette şeksiz ki nasihat qilgan kishi mushunda samimiylikni his qilsa, nasihat qilguvchi tarafidan chiqqan bunda samimiylikni his qilsa, u chog'da ko'ngli xotirjam bo'ladi unga. Va wasiqa bihi, unga ishonadi. Va idza tawaffarat at-tuma'ninatu fil nufus, hamda ko'ngillarda shu xotirjamlik to'liq bo'lsa, tavaffarat degan tepilsa, to'liq bo'lsa. Va tubudilat ittaqa baynan nas, kishilar o'rtada o'zaro ishonch bo'lsa, tubudilat degan o'zaro ishonch bilan muomala qilinsa demakchi. Tabodiladan o'zgarib kelganmi? Tabodilinki majhul sig'isi. Fa innahum yastati'una an yahyaw hayatan sa'idatan hani'atan. Shunda bo'lsa, andin ular baxtlik va nayt aram xuda hayot yashayoladi. Khaliyatan min kathirin mimma naraha al-yawm, mashhunatan bihi min mata'iba va alam. Biz hozir bugungi kunda kirib turayotgan ashunda turli avorchilik, dard alamlar bilan liq to'ldirilgan ashunda bash og'rig'idan nurg'undan xoli holatda baxtli yashayoladi. Mashhuna degan liq to'ldirilgan, qachilangan. Fil fulkil mashhun. Pul qachilangan kartni kart shahn deydi. Ondan zaratlab to'p qachilanganni shahn deymiz. Yani shahn desa bu bizning to'yinmog'i. Shuni mi bildirdin? Shahn al-jawi mesela. Aviatsiya kargosi. To'yin degan shu kargoda mal yutkash degan. Ya shu malni qachilab yutkazganmi shuni. وكيف لا يكون هذا الحديث النبوي الشريف جامعا للكثير من المبادئ والتعاليم الإسلامية. مش حديث مش اسل Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözü olan muş hadis İslam'ның nurgun ko'rsatma va prinsiplarini o'ziga jam qilgan, to'plagan bo'lmay qalamta, qandaqsiga unda bo'lmaydi. Va huwa yuqarriru fi ibaratihi al-wajizati al-jami'a. Albuki o mo'l mazmunli ibarati shunda qisqa so'zi orqali muayyanlashtirib olsa-da. Va lug'atihi sahl al-wadiha va aniq qulay til orqali muayyanlashtirib olsa, anna qawam ad-din va imad al-islam inma huwa fi badl an-nush va isda'ihi liman huwa lahu ahlun. Ashu qisqa ibarati ochiq aniq ibarati bilan nimani muayyanlashtirib o'tadi? Mush dinninki o'rtirishi edi. Qavomiddin asosi demak, turki. O'r to'g'izgan narsa.
Ve imadul İslam, İslam'ın tüyrüki. İnnemâ huve fî badlın nusf. Fakat o şu samimilikni serp kılışta, hayzlaşta, çıkım kılışta. Samimilikni çıkarışta. Ve isdaihi limen huve lehu an. Çıkarıp andın onu o samimilikke layık boğan kişilerge sunuşta deydi. İsda degan sunuş, beriş, takdim kılış diyor. Esda ileyhi ma'rufen diyor. وإننا إذا عرفنا أن النصيحة هي تحري فعل أو قول فيه صلاح صاحبه بزبط نصيحتنا مشندا تعرف لجنمزدا عرفنا غير تعرف لدو إزاح لدو مشندا تعرف لدو تحري فعل أو قول فيه صلاح صاحبه تحري ديgan izdash ashuni ko'ydi bo'lash degan hamroyning manfaati bo'lgan bir ishni ya so'zni izlab ataytin ko'chlab tepib şunu depirishli iborat deb manda ta'rif qilganimizda va annaha hiya fi kalam al-arabi ma'khuzatun min qawlihim yana arablarning tilida bu nasihat degan so'z ularning mushu so'zidan kelib chiqqan edi. Nasahar rajulu tawbahu. Bir kishi kiyimini yamadi, tikdi deganman. Nasaha degan yamash, tikish deganman. Mush so'zdan kelib chiqqan. Fashabbahu fi'lan nasah fi ma yataharrahu min salah al-mansuh lahu bima yasudduhu min khalal ath-thawb. Kiyimni yamashdan olgan. Elib bular samimiy nasihat qiluvchining ishini bu samimiy nasihat qiluvchi ham nasihat qilinuvchining manfaatini ko'zlab shuni izlaydi-ku. Manfaatini izlab turib qilgan ishini xuddi masalan kiyimning bunda ketib eshilib qolgan yerini texmi to'sab, shu tikib yamagan ishiga o'xshatgan deydi. Halal degan ochiq yeri, jilib ketgan ochiq qolgan yerlarni to'sab, yamash ishiga o'xshatgan. Yani şu nasihatning ichida bo'lgan shunda ochiqchilikni, ba'zi bir bo'shliqni yo'gab, aytini yo'gab, manfaatli ish qildi demoqchi. Taharri degandan shuni izlab, shuni ko'zlab. Demak, bu nasihat deganni ta'rifladi. Yani izohlat. Nima degan? Yani biz nasihat qilgan kishining yani biz ko'ynab, shuning manfaatini ko'zlab bir gap qilamiz-ku, maslahat beramiz yoki. Ashunda boshqalarning manfaatini ko'zlab turib qilgan ishimizni nasihat qildik. Samimiy bo'lishdi. Yani bu nimadan kelib chiqqan? Kiyimni yamashdi, ishib ketgan kiyimni yamashdi. Xuddi biz birodarimizningki, anda ishib ketganlar o'zi yamab, ashuni ko'yinib ashunda ishib qilganday. Yoki ma'noda kelib chiqqan bo'lishi mumkin deydi. Nasahtul asr. Asalni men mumlardan suzib oldim deganday. Iza saffaytuhu min ash-sham'. Asalninki yarni ko'nikida sap bo'liq seriq mumga o'xshash narsa. Asal shuning oralaridan chiqdi. Lekin buni biz suzib sap asalni suzib elib mumni challatsak, bu nasahtul asr bo'lgan. Sap asalni suzib oldim degan so'zni nasahtul asr deydi ekan bu. Shundan kelib chiqqan bo'lishi mumkin edi. Fashabbahu takhlisal qawli min al-ghishi bi takhlisil asali min al-khalti. Şun bular sözlerini qilgan so'zni saxtılıqdan saplaştırıp süzüp desa, gap so'zni saxtılıqdan süzishni nimaga o'xshatdi? Asalni asariq mumdan süzüp olganga o'xshatgan. İza arafna hada, bunda ta'rifligimizdan da biz shuni tushunib olsak, أدركنا مقدار ما تنطوي عليه هذه الوصية النبوية الكريمة من شمول لتعاليم الإسلام وتناول لمبادئه الرشيدة. Biz bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kelgan bu isil bir tapılash, vasiyatgan tapılash. Tavsiya o'z ichiga olgan ko'rsatmaning ne kadar kattaligini tushunib yetaolmaymiz. Bu qanda nimani o'z ichiga olgan desa, islomning butun ko'rsatmalarini umumyuzlab o'z ichiga olgan deydi. Shumul degan. Va tanawulan limabadi'ir rashida. To'g'ri yo'lga yetaklaydigan prinsiplarni hammani o'z ichiga olgan. Tanawul degan o'z ichiga olgan. Shumul degan o'xshash. Demek muşu ko'rsatmaning hozir mush tapılashning, mush vasiyatning mazmuni intayin mo'l. Chunki buning mazmuni har qanday bir kishiga sen kuyinib, ashun manfaatini ko'zlab turib, maslahat bergin, yo'l ko'rsatgan degan bo'ldi. ينتقل بنا الحديث الشريف بعد تقرير هذه الحكمة الاجتماعية السامية إلى بيان من تجب لهم النصيحة. مشو هذا الشريف أمده Muşu hadis öz içine algan. Nati qimmatlik ijtimoiy hikmatni muayyanlashtirgan ekan. Az ijtimoiy hikmat degan hamda biz hozir boshqalarga samimiy bo'ldik-ku. Bu hamda ijtimoiy bo'ldi. Ijtimoiy degan anda
insonlarning to'plashib o'zaro muomala qilganini bildirgan bo'lgan ekan. Mushu ijtimoiy bir isil qimmatni muayyanlashtirgandan keyin hadis sharif ondan boshqa bir nimaga o'tkildi deydi. Mushu samimiy bo'lish masalasi kimlarga vojib bo'ladi? Ya'ni biz kimlarga samimiy bo'lishimiz kerak? Biz samimiy nasihat qiladigan, samimiy bo'ladigan kishilar kimlar? deb shuni o'tkildi deydi. Mana ad-din nasihat deb muayyanlashtirib nima? Ondan kim uchun samimiy bo'lmaydi deb so'ragan ekan undan. Lillahi va rasuli deb bu samimiy bo'lishni qarqilgan yerlar, samimiy bo'ladigan joylarni ko'rsatadi. Shunga dastlab qilib manda tilg'aludi deydi. Fazkura valan annaha vajibatun lillahi ta'ala. Samimiy bo'lish bilan Alloh taolo uchun samimiy bo'lish kerak. Va ma'naha al-ikhlas lahu subhanahu fi jami'il umur. Bu Alloh uchun samimiy bo'lishgan barliq ishlarimizda Alloh taolaga ixlos bilan ibodat qilish degan bo'ldi. Va zalika masrufun ila al-iman bi. Bu hamma ishlarda ixlos qilishgan nadaga bir taqilgan ishlar bu. Alloh taolaga ishonishda, iymon etishga boradi deydi. Masruf degan shu yerga qaratilgan, shu yerga ketadi bu deydi. Bu ixlos hozir nadaga bordi? Alloh taolaga iymon etishga berib taqiladi va nafi sharik lahu. Alloh taoladan shirk yo'q deb paklash, nafiy qilishga berib taqiladi. Va tarkil ilhad fi sifati. Alloh taolaning sifatlariga tanmaslik. Tarkil ilhad degan tanmaslik. İlhad degan tanish, haqiqatdan chetnab ketish degan bo'ldi. Tarkil ilhad bo'lgan ekan tanmaslik. Qur'on Karim bog'i va man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin. Va wasfihi bi sifatil kamali vel celal. Alloh taolaning butun mukammallik, kamalat sifatlari, ulug'lik sifatlari bilan sifatlashga berib taqiladi. Va tanzihi an jami'in naqa'isi. Barliq kamtuklikdan paklashga berib taqiladi. Vel qiyami bi ta'atihi. Va Alloh taolaning amr farmonlariga bijandil itoat qilishga berib taqiladi. Va ijtinabi ma'siyatihi. Asilik qilish ishlardan yiroq turishga berib taqiladi. Vel hubbu fihi vel bughdu fihi. Alloh uchun suyish, Alloh uchun nafratlanish. Yani muhabbat, nafrat Alloh uchun bo'lishga berib taqiladi. Va muvalati man ata'ahu. Alloh taolaga itoat qilganlarga do'st bo'lish va muadati man asahu. Alloh taolo asi bo'lganlarga dushman bo'lish. Yani kafirlar demakchi ama. Va jihad man kafara bihi. Alloh taologa tanganlarga qarshi jihad qilish va al-i'tirof bi ni'matihi. Va Alloh taolaning ne'matini e'tirof qilish va shukrihi alayha. Ashu ne'matlarga qarta shukr qilish va da'vat ila jami' hadhihi al-awsaf. Va yuqorqi sifatlarning hammasiga chaqirish. والحث عليها عشان ترغب قلش والتلطف في جمع الناس kishilarga tashviq qilib kishilarni ashunda ishlarni qilishga to'plab nima qilishdan siliq sipoyi muloyim bo'lish aw man amkana minhum hawlaha yoki shu kishilardan atrofiga to'plash mumkin bo'lgan kishilarni shu atrofiga to'plashda chiroyli usuldan to'plash deydi. Lillahi degan so'zning ma'nosi shu. Ya'ni Alloh uchun samimiy bo'lish degan gap. İxlas bo'lish kerak demakchi. Va yadkuru thaniyan annaha wajibatun li kitabihi. Endi hadis ikkinchi qatimda samimiy bo'lish Allohning kitobi uchun vojib deydi. Allohning kitobi samimiy bo'lish degan bo'ldi. Buning ma'nosi esa al-imanu bi annahu kalamulloh taala. Allohning kitobi shu, Allohning kalomidir deb ishonish va tanzilihi. Yani Alloh nozil qilgan tushgan kitob deb e'tiqod qilish. La yushbihuhu shay'un min kalamil xalq. Maxluqlarning so'zlaridan hech nima unga o'xshab qolmaydi. Va la yaqdiru ala mithlihi ahadun minhum. Insonlardan yoki xaloyiqlardan hech kim shu Qur'onga o'xshash bir narsani keltirishga qurbi yetmaydi. Summa ta'zimuhu va tilavatuhu. Ondan shu kitobni, ya'ni Qur'on Karimni ulug'lash va tilovat qilish va tahsiniha tecvidlen ravrs tilavat qilish vel khushu'i indaha tilavat qilganda shundan tilavat qilmay tilavat qilish bilan billah Alloh taoladan qo'rqib turib taqvodorlik qilib dili erigan holatda tilavat qilish deydi. Va iqamatu hurufihi fi tilavat tilavat qilgan chog'da harflarni joy chiqarish va dabbu anhu li ta'wil al-muharrifina va ta'arrud at-ta'inin. Va Qur'on Karimni mudofi'a qilish, qo'g'dash deydi. Nimaga qarta desa, burmulaydiganlarning
her türlü izahlaşı, tevil degan tefsir edeyimiz. Tolgışı deyler yaki. Ve taarrudu ta'inin ve tanıqıgıçlarının etirazları, toqunaqları degandik. Zeb degan qo'dash, qo'rish degan bo'ldi asli. Masalan, tushunimda qo'riyimizga managa qonab qolmasında bunu qo'disa, hozir bir buvoqliqlar qilib bo'lsa, biz tushunimda qo'dabsa zeb bo'ldi. Qo'dash degan ma'no, mudofaa qilish. Demak, shu dinga tanıqıgıçlarning dushmanligi va burumlaydiganlarning har turli to'lg'ashlari qarta kitobni qo'dab turish deydi. Yani kitap hakkında bulatır. وَالتَّصْدِيقُ بِمَا فِيهِ Aş Kur'an'da kâgen itiqad ve hüküm hem kürsatmalarga işiniş. وَالْوُقُوفُ مَعَ أَحْكَامِهِ Aş ahkamlara ya turulmasa turuş, manda kılınması kılıp, şunun sızıqıdan çıkmaslık. وَتَفَهُّمُ عُلُومِهِ وَأَمْثَالِهِ Kur'an-ı Kerim'de kâgen ilimlerini ve makal temsilleri olsun, belki misallarını düşünüştü. وَالْاَعْتِبَارُ بِمَوَاعِدِهِ Ve nasihatlerden ibret eder, aşağıdan faydalanış. وَالتَّفَكُّرُ فِي عَجَائِبِهِ Kur'an-ı Kerim'deki acayip ayetler, hayran kalarlık aşında işler hakkında tefekkür kılış. وَالْعَمَلُ بِمُحْكَمِهِ Bunun hiç kadar ihtimallık yok. İnik ayet olup kalsa geçti amel kılış değil. Muhkem diyen dalalı inik, kıtlap olmayan. Mesela akimus salat dediği namazın cahil okunlar. Bunun da şu namazın cahil okuşundan şunu zemmel uçuk. Şunu geçsiz emel koymuş. Siz nağa yakınlaşmanlar, arakışmanlar dese inek var. Onu tarihler. Bunun geçsiz emel kılış. وَالتَّسْلِيمُ لِمُتَشَابِهِ Muteşabih diyen menzitası inek olmayan. Muteşabih diyen ise okşap kaldı diyen onu. Ma mezmununa okşap kaldığan, mandarak mezmununa okşap kaldığan boğan iken biz qasiki bunun menzidep çıkın oturduğumuzun. Bir xil mücmellik var. Yani dalatı iniq emaslik var. Muteşabih degan Kur'an-ı Kerim'de var. Rummana muteşabihan ve gayr muteşabih. Yani bir ayette ve ukra muteşabihat dedi. Demek ummul kitap degan hamma iniq zodi onun ixtilof yok mazmuni gachida shu iniqlam chiqib turdigan. Muteşabih degan manda mazmun bor. Mesela fuqahalar bir ayet ekasini yo'q bunda manda mazmun chiqdi, biz yo'q manda mazmun chiqdi deb ixtilof qilishgan. Aslında ixtilof bo'lgan dalat iniq bo'lmagan oyat bo'lib qolsa, uni sallamna deb boshqasiga deb qabul qilaverishdi. Vel bahsu an umumihi ve hususihi ve Kur'an-ı Kerim'deki umum sözler qaysi, xas sözler qaysi, umum hüküm qaysi, xas hüküm qaysi degandek aslında ilimlerini tadqiq qilib izlanishdi. Ve nasihi ve mansuhi qaysi amaldan qolgan hüküm, qaysi amaldan qoldiruvchi hüküm buni bilish. Ve nashri ulumihi ve ma'arifi Kur'an-ı Kerim'nin ilimleri ve marifetlerini tarqitish. Ve Kur'an-ı Kerim'ge yani Allah'ın kitabıga qarta samimi bulash bu huquqlarni hammani o'z ichiga oladi. Ve yedkuru thalithan 3-chi qatimda tilg'og'ini annaha vajibatun lir-rasul sallallohu alayhi vasallam payg'ambar sallallohu alayhi vasallam samimi bulash vojib dedi. Bunun ma'nosi nima? Tasdiquhu ala risala. Ay payg'ambarligiga ishonish Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Vel imanu bi jami' ma ja'a bih. İlib kelgan ay vahiy ko'rsatmalar, islom ko'rsatmalarining hammasiga ishonish. Wa ta'atuhu fi amrihi wa nahyi. Buyurgan farmonlari va cheklimlariga itoat qilish. Wa nusratuhu hayyan wa mayyitan. Hayat vaqti bo'lsin, vafot bo'lgandan keyin bo'lsin, uningga hamdamli bo'lash, yordam qilish, qo'g'dash. Wa muadat man aadahu. Uning dushman bo'lganlar dushman bo'lash, do'st bo'lganlar do'st bo'lash. Ve i'zamu haqqihi ve tawqirihi. Tawqirga hurmatlash. I'zamu haqqi degan haqqi hurmatiga rioya qilish. Haqqining qadriga yetib, loyiqida hurmat qilish. Ve ihya'u tariqatihi ve sunnati. Tutgan yo'li va sunnatini ihyo qilish, yashartish. Ve ba'du da'vatihi ash Rasululloh ilkaga islom tashviqotini tarqitish. Ve nashru shari'atihi ve nafyu tuhmati anha. Shariatini qanot yaydirib şeriatga qartilgan tuhmatlardan shariatni aqlash va istisaratu ulumiha shariatning ilmlarini qo'zg'ash deydi. Ya'ni jamiyatga chashimizdan taqtimiz demoqchimiz. Istisarat. Va tafaqquhu fi ma'aniha shariat bilimlarining ma'nolarini tushunish, o'rganish, tushunish.
ve dua ileyha aşına teşvik qilish, chaqirish, shariatning ahkamiga chaqirish. Ve talattufu fi ta'allumiha ve ta'limiha. Shariatning bilimlarini o'rganishda va o'rgatishda sipoyi, mehr, shafqat bilan silq bo'lash. Ve i'zamuha ve ijlaluha. Shariatning ahkamlarini, shariatning bilimlarini ulug'lash, hurmatlash. Ve ta'addubu 'inda qira'atiha. Ve aşını o'qigan chaqda adab bo'lash. Ve imsaku 'anil kalam fiha bighayri ilm. Bilmay u to'g'riliq gap qilmaslik. Ve izlalu ahliha lintisabihim ilayha. Şeriat ulamalarımı aşı şeriatga mansub bo'lganlik uchun ashularni hurmatlash. Ve tahalluq bi axloqihi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning axloqi bilan axloqlanish, adab bilan adablanish. Ve mahabbatu ahli baytihi ve ashabihi. Aile tavabati, evladı qarta, sahabe kiramları qarta biz deb suygu bo'lashlaydi. Shunlarni suyish. Ve mujanabati man ibtada fi sunnatihi. Sünnetinde bid'at paydo qilgan, ya'ni sunnatni tashlab yana bir bid'at paydo qilganlardan ner turish, aralashmaslik deganda. Va mayladik shunga o'xshash nurg'un mazmunlarni o'z ichiga oladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarta samimiy bo'lish deydi. Va yadkur rabi'an unda hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 4-chi qilib tilg'og'ini annaha vajibatun li a'immatil muslimin. Samimiy bo'lish kimlarga qarta desa, ya'ni musulmonlarning imamları için samimiy bo'lish vacip dedi. Yani bu imam degan so'zlardan kimlar maqsad qilsa va idza kana muradu bihim ar-ru'atu ular bütün islom ummatini, xalqini parvish qilib turadigan hokim, xalifa, podshoh bo'lib qolgan bo'lsa va g'ayruhum mimma yaqumuna bi umul muslimin min ashabil vilayat va ulardan boshqa musulmonlarning ishlarini qilib turadigan hukuk ilgileri bulup kalsa, vilayet degan mesela bir şehirge vali bo'lishi mumkin, naib başlığı, bir idare başlığı, qazi, ayında bo'lishi mumkin. Her konuda bir amalda bo'lishi mumkin. Ve şunda hukuklarla bulup kalsa, aimmatul muslimin degan so'zning ma'nosi, tamana nasihatu lahum, ular qarta samimiy bo'lishning ma'nosi degan bo'ldi. Fiyadil hala bu ahvolda muavanatuhum alal haq. Ularga haqni ado qilishda, haqni tiklashda yardım qilish. Va ta'atun fi. Haqni ijro qilaman deb yo'l mansa, ularga itoat qilish. Ya'ni bir qaror chiqarsa, ularga itoat qilish. Va amrihim bihi. Ash haqqa buyruq qilsa, itoat qilish. Va amrihim, ya'ni ash huquqlarla ash haqqa buyursa, itoat qilish. Va tanbihihim va tadhkirihim bi rifqin va lutfin. Va ulardan misal bir savallik ya diqqat qilmaslik ya xatolish bo'lib qolsa, ularni siliq shaklda tanbih berib, eslatib qo'yish deydi. Va i'lamihim bima ghafalu anhu. Ular g'aflat qilgan ishni uqtirib qo'yish shularga. Va lam yablughuhum min huquqil muslimin. Ular g'aflat qilib musulmonlarning ba'zi haq huquqlariga diqqat qilmay, uqmay ya xabarsiz qolgan bo'lsa, bunda ish muboh, mana diqqat qilsizlar deb uqtirib qo'yish deydi. Ve terkil huruc aleyhim. Ularga karşı isyan qilmaslik. Ve ta'allufu qulubun nas li ta'atihim. Bütün xalqning dillarini ashularning itoatiga birlik keltirish. Ve salati xalfam. Ularning aqim namoz o'qish. Ve jihad ma'hum. Ular bilan billah dushmanga qarshi jihad qilish. Ve ada'al jibayat ilayhim. Ular baysilik binas belgilab qolsa, baysiliklarni ularga topshirish. وتعهدهم بالتذكير والإرشاد إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة. Ulardan biri naqchilik, hayf degan naqchilik ya zulm yoki yaxshi muomala qilmaslik, su'u ashra degan. Nachar muomala ya naqchilik sodir bo'lib qolsa, ko'rilib qolsa, ularga aslatib va to'g'ri yo'lga yetaklab, shularni parvish qilib turish. Ta'ahhud. Ve adamı tagririhim bis-sana'il kazib alayhim. Ularga yolg'on yapıdaq madilani, xo'shamatlarni qilib, ularni go'llamaslik. Voy siz to'g'ri qillar, sizlar unda hargiz xato qilsanmaysiz, sizning butun qilg'izadi haq ishni qillasizlar. Unda hargiz xatolik sodir bo'lganmidi deb bunda xo'shamat qilsa, ular undan men to'g'ri qilgan o'xshamadi, go'llanib ketib, xatoligini tuzamay qoladi. Ve dua lahum bit-tawfiq ve salah. Ularga yaxshilikka muvaffaq qilg'aylar Alloh deb yaxshilikka muvaffaq bo'lishini va ishlarining yaxshi bo'lib ketishiga duo qilib turish deydi.
Amma idza kana al-muradu bihim al-a'immatul ladina hum ulama'ud-din. Endi musulmonlarning imomlari degan so'zdan yuqorida endi bo'la huquqlarlar bo'lishi mumkin deb unda tushunib qolsak, yuqoridagi mazmun chiqadi. Endi musulmonlarning imomlari degan so'zdan din ulamolari degan mazmunni tushunsak, u chaqda ular qarta samimiy bo'lishning ma'nosi qabul ma rawahu. Ulamolar dinda shunda ba Rasululloh munda degan deb bizga shunda din haqida rivoyat qilsa, so'zlab bersa, biz uni qabul qilsak bo'ladi. Ulardan tang takallashib, daliling nima? Fakt ekan. Qaysi kitobda shunda debdi. Nima asosimiz bor? Deb bunda takallashmay, bu ulamo bo'lgan ekan, Rasululloh munda degan, bizning dinimizda munda ahkam bor desa, sen bilmagan ekan, qabul qil. Endi qabul qilish kerak. Endi samimiy bo'lish degan shu. Ma'vo dinda o'qigan, bildigan odamda deb ko'nglimizda samimiy muomala qilsak, uni qabul qilamiz. Yani gumon bilan qarasak, bu to'lg'aydi, nima qildi, har xil boshqacha bo'lsa, ko'nglimizda shu qabul qilmaydi. Lekin endi umuman qalamqon bir bilmaydi bu. Ya bilmay gap qilmaydi deb ko'nglimizda samimiy zodi menda muomala qilgan bo'lsak, o'sha chaqda din haqida ma'lum hukm bor. Dinimizda menda ko'rsatma bor desa, ma'qul deb qabul qilsak. Biz bilmagan ekan. Agar xatoligini bildigan biz olim bo'lsak-to'q, yo'q, unda narsa yo'q. Siz xato dedingiz deb o'sha chaqda tanbih berib qo'ysa qilibdi. Bilmagan ekan, qabul qilolmaydi. Lekin hozir shu kishilar qabul qilmaydi. Bilmaydi. Ya vojib shu. Va taqliduhum fil ahkam. Yani ahkamlarda ashulaning degan bo'yicha ish qilish. Taqlid degan uni do'rash degan gap bo'lmaydi. Yani ashula shunda desa, shuni tutib minish. Va ihsanu dhanni bihim. Ular qarta yaxshi gumon qilish. Bu mollam deganda usal, bunda chataq deb menda yomon gumon qilmay, yaxshi gumon qilish. Va ijlalihim va ikbarihim. Ularning hurmatini qilish, behurmatsizlik qilmaslik. Ularni ikbar yomon, cho'ng bilishim. Ulamolarimiz bu deb, voy falonda mullam, taqsir hazratlari deb bunda hurmatlab, cho'ng bilib muomala qilishim. Va yadkuru khamisan, hadisdan 5-qatim tilg'ag'ini annaha vajibatun li'ammatil muslimina dedi. Yani aşu umum musulmonlarga qarta samimiy bo'lish vojib demoqchi. Buning ma'nosi irshaduhum limasalih. Yani umum musulmonlar, musulmon jamoatidan keldi. Musulmon xalq. Biz tanıydigan, tanımaydigan. Endi kishi bo'lib qolsa, buning qarta samimiy bo'lishimiz vojib. Irshaduhum limasalihim fi dunyahum va axiratihim. Yani aşu kishilarga dunyo va oxiratda foydali bo'lgan ishga yo'l ko'rsatib qo'yamiz. Bu hozir bir tarafdan bu emr ma'ruf nahyan munkarga chetishlik hozir samimiy qilish. Birisi uqmaymasdan bir gunoh bir ishni qilgan bo'lsa, voy aka bunda qilmaslar, ma ish yaxshi emas, ya Rasululloh to'sqan men, aka bunda qilmang, ma gunoh bo'ladi deb qo'yish kerak. Yoki mavan oxiratda ziyonli qilish, lekin dunyosini ziyonli qilsa, masalan, mashinani bundan qilsang buzilib qoladi, unda qilmanglar deb masalan. Yoki bunda mashina izini sotib oldi, parkini to'lab ketishlar deb dunyoda yanchiqdan qilmaydigan, ya yarilib qolmaydigan, kasallar qolmaydigan ishni yo'l ko'rsatib qo'yish bu samimiy nasihat. Va kafful adha anhum, ularga aziyat emaslik. Yoki aziyat bo'lib qolsa, ular bo'layotgan bir a'zo bo'lib qolgan bo'lsa, uni to'sab qo'yish, to'xtatib qo'yish. Masalan, yo'lda tutishgan narsalar qolsa, biz eritmizga İmatatul ada'nı tariq. Bu imanның şu 60-şı fıkhının birisi. Ama şu keffil ada'nın şu umum Müslümanlara samimi köyünüştün. Başka birisi tutuşmuş, yıkılıp ketmişsin. Dep köyünüştün ibaret. Samimi bulaştan bu gepilerle bir meslahat aslam samimi nasihat qilgan bo'lmaydi. Ve ta'limuhum ma yajhaluna min dinihim. Dini ahkamlardan bilmaydiganlar olsa o'tib qo'yash. Ve yu'inuhum alayhi bil qawli vel fi'l. Ularga so'zli bo'lsin, sharkiti bo'lsin, yordam qilish va satru avratihim, ularning avratlarini yo'gash. Endi avratni yo'gash degan odatda badanniki avratlar emas. Ayb nuqsonlari yoki shunda ko'zi tutib avrat qilgan ishlar bo'lib qolsa, yepib yo'gab, ashuna qilish hammasini o'z ichiga oladi. Va sadda khullatihim. Xulla degan aslida shu yo'chiqni bildiradi. Shunda yo'chiq bo'lgan ekan, biz qachonda to'sab qo'ymizga. Mesela biz kiyim işler alkamız bunda turib dalda qilib buni yo'gisak, bu sadrul xulla. Yoki kiyim kechak bizda o'chqagan bo'lsa, uni yo'gab qo'ysa sadrul xulla. Yana andan ben ehtiyoj bo'lib qolsa, buni qamdasak bu sadrul xulla. Ko'pincha bunda ehtiyojini qamdash, mesela sadrul xulla degan.
Ve def'al madari anhum. Ulardan ziyan zahmat olab qalsa, mudafi'a qilib, ularni qo'g'dash. Ve celbil manafi alahum. Ular fayda etkilish, ziyanni ketkizish deganni yuqori so'zlar. Ve emrihim bil ma'ruf. Ularni yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sash. Birifqin ve ixlos. Nəhayət mulayimlik bilan, samimilik, ixlos bilan ve ularni mehr shafqat qilgan holatda, cho'nglarni hurmatlab, kichiklarni izzatlagan holatda amr ma'ruf nahy munkar qilish. Qo'pol tong dushkishlab unda qilmay, chiroyli mehr shafqat bilan ko'yinib turib nima qilish. Da'vat degan shunda bo'lish kerak aslida. Shunda bir so'zlik bo'l, mushrikulloh, iymonlarni yanglishlar. Unda desa yoki o kafirullohdir. Bunda demayapman. Buna shunda bir chiroyli uslubda nima qilish kerak dedi. Qo'pol tegmayman. Hazrati Hasan Husaynning bir vaqalik bor. Bir sheyxning oqsoqolining taratni joyida olmayotganini ko'rib, bir bilan va taratni joyida olmalar biz o'tib qo'ydi desa, uni qabul qilmaslik mumkin deb, undan ishkelan u yasho'g'anki ishkelan. Biz ma ishkelan taratni qasimiz joyida oladi qilligimiz haqida talash qildi. Men unda olaman deyman, men shunday deyman. Shuni siz bir hukm qilgan bo'lsizlar. İşkilen bu şeyhmin aldıda tertildim kanki adam. İşkilen la caydı aldı gelsen ben caydı alırken hep bugün vakken hızlı vakken. Ve tehawwulihim bil mev'izatil hasene. Yani yaxşı vaaz nasihatler bilen qanday qilish, ularni parvarish qilish. Hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga kana yatahawwaluna bil mev'iza deb vaaz nasihat bilan parvarish qilibdi. Vazna zayıf kalanımı, qadın közü çevrilip durup emas, aralap. Münasip vaxtlarını tanlap. Ve terki gışşihim ve hasadihim. Uları karta sahtılık işletmeslik, sahtılık kılışını taşlaş. Ularga hasadxorluq qilmaslik. Men gashshana falaysa minna dizg'on va hubbil khayri lahum. Ularga yaxshilikni suyish, kama yuhibbuhu li nafsi. Xuddi yaxshilikni o'ziga qanday arzu qilgan bo'lsa, yaxshi ko'rgan bo'lsa, shu boshqalarga yaxshilikni suyish va arzu qilish. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Va karhu ma yakrahuhu laha. O'zi yomon ko'rgan narsani boshqalarga yomon ko'rish. Va zabbu an a'radihim va amwalihim. Ularning iffat numusi va mol mulklari va barliq ahvollarini qovdash deydi. Barliq ahvollari haqida ularni qovdash. Nim bilansa so'z bilan va sharkat bilan. A'rod degan iffat numusi, sharifi. Va hattihim ala takhalluq bi jami' dalik. Umum musulmonlarni yuqoriqidek ashunda fazilat xislatlar bilan axloqlanish, zinnatlanishga targ'ib qilish. Va tanshitihimamihim ala ta'at. Taat ibadetlerine karta himmetini canlandırış. Resulullah'ın sahabelerinin birisi kelgan vaqtida Resulullah şunu bayat algan. Bu Resulullah'ın sözlerini anlab itoat qilish va yana har qanday musulmonga samimiy bo'lishga bayat qilgan. Va nus li kulli muslim. Keyingi vaqtlarda Resulullah vafot bo'lgandan keyin bu bayat qilgan ekan, bular shunga zodi jon chiqarsin uchun amal qilgan bu. Sahabe shunda. Şuçadık Arap'ta şundan. Bayat qilgan ekan, bir ahd bergan ekan, o'lib ketkishi shunda qilgan. Keyingi vaqtlarda bir do'konda so'z sotib qilgan chog'da birisi bir narsani, keyingi chekmo bir narsani sotib akelibdi. Sotib akelsa, necha pulga sotasiz? Afqalayma qo. Desa, 40 qo'ydi ekan. 40 qo'ysa o sahoba, buni 40 qo'ydimmi, yuqori oladi bozorda. Bir to'ndab qollar. Yana o'rilib ben öldüm, 2 koyğumu, 4 koyğumu aldım. Yani 130 koyğu satıman desem, ağaççıda acaba adamın vakit olmay. Kişiye samimi kuyunup, şunlar aşında bahane, yana adamda Allah, bazarda onun yukarı alıdı, bunun kımıtı üstün, da başında öldüm, 100, 200, 300, 400 çıkan çağda meselende. Ondan müşahir bahası, müşahir bunu aldık. Yani yeni tuğan sahabiye tabi edilmişse, bu sıralık şimdi adam pişirirse bu nimda bakan öğretip Allah yani ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bayat qilgan. Yani her bir Müslüman ama samimi bo'lmadi bayat qilgan. Şu mademga hazır ben kuyunab samimi maslahat bersam shunda deyishim kerak. Uni azan o'liblanmi, ziyonliqni qilsam bo'lmaydi.
Samimi bulaşgan şu. Birisi maslahat olsunmi? Mesela to'y ishida olamdi, bir o'qish ishida yoki bir qanday bir tijorat ishida maslahat so'rasa, uni samimiy yo'l ko'rsatish kerak. Eng foydali deb qaralganini deb berish kerak. هذا ما عرض له الحديث الشريف في بيان من تجب لهم النصيحة. Kimlarga endi samimiy bo'lish kerak deb shularni bayon qilishda hadis sharif to'xtalgan mazmunlar yuqoriqilar edi. Va huwa kama tara lam yada ahadan. Sen ko'rganingdek hadis hozir hech kimni tashlab qo'ydi. Hammani o'z ishiga oldi. Musulmonlardan bir odam qoldimi? Yo'q. Qolmadi. Minal xaliq ilal xalaiq. Hatta xalaiqni nima qildi? Alloh taolaning o'zi ishiga ketdi. Xaliq bo'lsin, maxluq bo'lsin, hammani o'z ishiga oldi. İlla vaqad nabbaha alal vacibi nahwahu minan nasihat lahu. Xaliq olsun, xaloyiq olsun, hammaga qarta samimiy bo'lishdan iborat bo'lgan shu burchga qarta bir tanbih berib qo'ydi. Fayalayta sha'ri. Fayalayta sha'ri degan kashki bilsam kashki degan. Ha? Mushu bir bilsam deyman degan ma'no. Kayfa yakunu halul insaniyati law annaha akhadhat bihadha al-mabda. Mushu bir bilsam deyman. Agar butun insoniyat mush prinsipni tutib, mush amal qilib mang'dan bo'lib qolsa, insoniyatning ahvoli qanday bo'lib ketar? Bir bilgan bo'lsam, albatta bu insoniyat ahvolini mushunda prinsipni tutib mang'an ahvolda biz tasavvur qilamiz. O balki farishtalarning shunda isl haq bo'lib ketishi mumkin. Vasarat alayhi ashun tutmansa va tarassamat turqahu ashun siziqdan chiqmay mansa demekdir. İnneha satajidu alaman misaliyan. Yani hazır inneha demişada aş insaniyetke qaysi kerak. Yani insaniyet muşun tutmasa nimani ko'rdi? İdeal bir dunyoni uchirdi. Mamlu'an bil amani vel itminani. Amallik va bexaramallik, xotirjamlik bilan to'lgan ashunda ulgulik yoki ideal bir dunyoni uchirdi deydi. Misal degan ideal. Biz yani mushunda bo'lsa ekan deb orzu qilgan narsa ideal. Misal. Mesela Farabi'nda fazilatli shahar aholisining nisbida biz paqtı ash bir ideal amdash. Munda bo'lsa ekan deb paqayra. Va hafilan bil hudu'i vel istiqrar. Yana tijlik, muqimlik, istiqrar degan muqimlik. Shuning bilan to'lgan degan, hafil degan to'lgan degan. وإنها ستتجنب كثيرا من شرور الحياة وويلاتها. Yani insaniyat aş prinsipga amal qilgan bo'lsa, hayotninki, turmushninki nurg'un yomonliklardan va azob uqubatlardan, vayronchiliklardan vaylatdi. Yiroq bo'lgan bo'ladi, saqlanib qolgan bo'ladi deydi. Satatajannabi. Va adrarul madaniyat. Madaniyat taraqqiyotning nurg'un ziyanlik taraflar bor. Shundan saqlanib qolgan bo'ladi. Va avzariha. Eg'iz yuklari deymiz. Avzar degan la taziru waziratun wizra ukhra. Eg'iz yuklari hatta tada al-harb awzariha. Awzari. Shu yuklarni qo'yib yani tada al-harb awzari degan xuddi masalan birisi bir eg'iz yukni ko'tarib kelib yoki gupni qo'yib qo'ftaydi g'o. Demakki urush to'xtadi degan gap. Hatta tada al-harb awzari degan urush to'xtagan qadar. Bizda degan gunoh degan gap ishlatildi. Demak, ashuningki eg'iz yuklari, yani inson yuk bo'lgan eg'irchiliklari yoki shunda yana madaniyatdan kelib chiqqan inson duchor bo'lgan gunohlar, masalan, shulardan saqlanib qolgan bo'ladi. Li'anna al-afrad wal umama wad-duwal al-waqifata kullun minha lil-ukhra bil-mirsad. Chunki shaxslar olsun, millatlar olsun, davlatlar olsun, hammasi yana birisiga qarata peyda turdi deydi. Peyt kutib kuzatib turdi. Mirsad degan inna robbaka labil mirsad. Mirsada peyt kutib. Shuna mirsad bo'lsa, bu havo boshliqlaridagi yulduz va nimani kuzatadigan rasadxona degan bo'lsa. Mirsad degan shunda qo'lingni tushgan gach o'ttirganga peyda bo'langlar degan bo'ldi. Rasada deb bu shahar rasada
لو ساست أمورها على ضوء التناسح. Demek muşu birbirinden peydolab şunda bir fırsat olsa ham qilib yivalaman deb bundan qilayotgan shaxslar olsun, şirketler olsun, guruhlar olsun, davlatlar, millatlar olib qolsa, bu o'zaro mushunda samimiy bo'lash prinsipining soyasi ostida ishlarini, siyosatlarini belgilaydigan bo'lib qolsa, va tafahamat fiha ala muqtada ma yadu alayhi al-hadith min ikhlasin va husn niyya. Endi hadis tashabbus qilgan, chaqirgan ixlos va yaxshi niyatli bo'lish degandek, samimiy bo'lish degandek, mushunda fazilatlarning taqozosi bo'yicha o'zaro tushunish hosil qilsa, la'alima an-nasu anna katiran min al-khilafat ash-shakhsiyyah wal munazaat ad-dawliyya. Hamma kishilar o chaqda bilgan bo'ladi deydi. Shaxsiy nizolar, talash-tortishlar bo'lsin yoki xalqaro talash-tortishlar bo'lib qolsin yoki oilaviy başarıklar olab qolsin, hammasi qanday bo'ldi? La talbatu ayyantahi xataruha. Bularning hammasining xatiri uzun tumaylangacha tugab ketdi deydi. Shaxsiyat deymi? Shaxsiya? Law siyosat, umur. Siyosat. Siyosatmi? Siyosat belgilsa, siyosat bilan ish qilsa. Siyosat umura degan ishlar qarta siyosat belgilsa, yani boshqursa, yani siyosat degan aslida yavoyi atni avash keltirib ko'ndirish degan bo'ldi. Aslında mensuma gap qilmaydigan boshquradigan qilishni siyosat. Siyosat degan atbaqar. Shundan bu millatlarning unda yavoyi atga o'xshaydigan bo'lg'achqa, usullik bilan unda nuqtasilib uni boshqursa, undan avash qiladigan bo'lg'achqa, shu millatlarning boshquradiganlarni siyosat, siyosatulloh. İmam Muhammed Abdülhamid mashhur so'zi bor. La'anallohu fi'la siyasa, yasusu va mashtuqqa min dalik. Allah Taala siyosat qildi va shu fe'ldan turlangan hamma fe'llarga la'nat qilsin. Siyosat qilish bu yomon ish. Asli axloq bilan siyosat desa bo'ldi. Lekin hozir siyosat degan axloq bilan butunlay munosabati yo'q. Maqsadga qanday shaklda yetsang bo'ladi degan rezil doiraga chiqib qolgan bo'lsa, shuni la'nat qilgan. Va yazula atharuha. Demek mushunda prinsip bo'yicha amal qilgan bo'lsa, bu talash-tortish, nizo, adovatning hammasining asiri shundan ham yo'qolib ketgan bo'ldi. Va la yakunu laha wujudun fawqa ruqatil ard. U talash-tortishlar zimin ustida qolmagan bo'ladi. Fa an'am bil islami va bi nabiyil islam. Shuna islom mushunda bir katta prinsipni bizga ko'rsatma qilib sungan bo'lg'achqa, Peygamberimiz bizge aşında isil ko'rsatmalarga bu islom ne'mati nima degan katta, islom payg'ambari nima degan katta. An'am bil islam nima? Qal ta'ajjub ma va ma af'alahu va af'al bih. Zimin partisi deymiz. Ve bima ja'at bihi shari'atuhul hakima. Hikmat bilan ish qildigan islom shariati ilib kelgan ahkamlar nima degan fayzi, nima degan yaxshi. Min anzimatin daqiqatin va musulun ulya. Islom shariati kelgan hikmatlik ishlar nima deb iborat desa, natijinchiki bir tuzum deydi. Va ustun o'rnaklar, ulgilar, eng oliy ideal arzu qilingan, shunda bo'lsaq deb arzu qilingan örnekler. Tekellem el-ulema ba'da hada fil hukm şer'i lin-nasiha. Endi ulamalar yuqori hadisni shunda sharhlab izohlagandan keyin mushu samimiy nasihat qilish, samimiy bo'lishning shar'iy hukmi nima deb mushu haqda to'xtaldi dedi. Faqalu ular dedi innaha fardun yujzi'u fihi man qama bih. Bu farzdir. Samimiy bo'lish bu farz. Ashuni qilgan kishi shundan shu ado oldi. Shu farz ado oldi degan. Bir birodarimiz bizdan masala so'rabdi. Samimiy yo'lgo'z qo'ydik. Yo'lgo'z qo'ygan ekan bizning gardimizdan shu farz saqit bo'ldi. Yuzga ado oldi degan. Va yasqutu anil baqin va boshqalardan tushib ketdi. Demak, biraydan buni ado qildi. Qilgan ekan boshqalardan tushib ketdi. Masalan, yo'lda bir shax tutishib turgan bo'lsa, bizga uchrabdi, biz elvatdik. Bizning gardimizdan tushib ketdi bu farz. Ham boshqalarnikidan tushib ketdi. Chunki boshqalar elvataysan shaq yo'qda. Biz qilayotganiki o'shani boshqalar qilayotgan bilan o'xshash. Bu xuddi farz kifoyi degan ta'rif shu. İza qama bihil ba'd saqata anil baqin dedi. Farz kifoyaning ta'rifi. Mesela salatul cenaze. Cenaze namazını farz kifoya deymiz bu. Bir
qarinishimiz vafot bo'ldi. Buning masalan 5 oylardan 10 oydan namozini tushirib ko'mib qo'ysak, bo'lgandan insoniyatning galdisini saqit bo'ldi. Lekin biz 15 oydan namozini tushirib ko'mib tashlab qo'ysak-chu, butun insonlar gunohkorlik qiladi. Yoki shu butun shahar xalqi gunohkorlik qiladi. Va innaha lazimatun ala qadri taqati. Bu samimiy bo'lish degan insonning qurbi yetishcha qilish kerak bo'ldi. Fa idza alima an-nasihu annahu yuqbalu nushuhu va yuta'u amruhu va ya'manu ala nafsihi al-makruh. Ay nasihat qiluvchi, samimiy yo'l ko'rsatuvchi, samimiy bo'luvchi bu mening nasihatimni qabul qiladi ekan, qabul qila, deganimga ma'qulda deb endi bilsa va menga ziyon zahmat kelmaydimi shu samimiy nasihat qilish orqali deb xotirjam bo'lgan ahvolda o'chada samimiy bo'lib samimiy so'z sherkatni qiysi bo'ldi deydi. Va in xashiya ala nasil adam min waraya, an samimiy nasihat qilib ya amr ma'ruf qildi ya nahy anil munkar qildi masalan, yaxshi bir yo'lni ko'rsatdi qilinishiga. Bunda qilgan ahvolda buningga aza kelib qildiga shu bo'lsa, u chog'da kana fi sa'atin min tarkiha, u chog'da uni qilmishimi azatchilik bor. وهذا في الأحوال التي تكاد تكون الوجهة فيها فردية من جانب الناصح والمنصوح. أنا بوج يقرأ أما أزايد رقم وزغات وجاد بولد قلب كارو مسلم بولد زقة bu nimaga qartilgan ahvol shaxsiy ishlarda deydi. Sen bir qarindishimiz hamda nasihat qiladigan desa, gap anglaydigan, ma'qul deydigan ya, odamlar urushmaydigan, odamni umaydigan, tilmaydigan bo'lsa, o aka mandaq islar, bunda gap qilamiz. Yani shuni senga yagisa deymiz-ku. Lekin aroq ichayotganimizga aroq ichmasa bu gunoh desak, o'g'limizning yaqinimizda urdigan bo'lib qolsa, yani shunda paylik qarab boqmizda buni. Davlat qasa gap qilmay, menga deb kesakim bo'ldi demakchi. Bu shaxsiy munda ishlarda deydi. Ammo umum musulmonlarning manfaati chetishlik ish bo'lib qolsa deb nima umumga yetkazdi. Ammo fil ahval allati laha sibghatun amma. Yani ommaviylik sifati bor, jamoatchilik sifati bor ishlarda bo'lib qolsa, sibg'a degan bo'yoq rang ham bo'ldi. Sibghatulloh min ahsanulloh sibgha. Yani xarakteri degan gap ishlar. Umum ommaviylik xarakteri va ishlar bo'lib qolsa, ya'ni u birisini karimiz yo'q qo'yib qo'ysak, butun musulmonlar ziyon yetkazgan bo'lib qolsa, faynav yanbaghi an yanhada laha al-uqala'u wal-mufakkirun. Bu chog'da buni unda tashlab qo'ymay, aqllar, ziyolilar, mutafakkirlar, yozuvchilar, shular hammasi o'rnidan dast turib, uni tanqid qilib, to'sab nima qilish kerak? Va an yatawakhaw biha ma yakfulu husul al-athari va bulugh al-ghaya. Yatawakha degan ko'zlaydi degan. Yatawakha al-hadar dediqo, hadar aylaydi. Endi mushunda xumishliq kishilar hammasi yozuvchi, mutafakkirlar, shoirlar, ziyolilar, ulamolar hammasi dast turib o'rnidan ashun ta'sir bo'lgan, kafolat qilgan ishlarni ko'zlash kerak. Shuni ko'yli bo'lish kerak va g'oyaga yetkazgan, maqsad ado qilgan bir ishni qilish kerak bo'ladi. Hammasi yana buning farqi imkonsiz chiqish kerak bo'ldi. Umumda uning qisam nechka avariqlarni kelib asta gap qilmayman. Bu qarolmasa umuman bir millat tugishidi deyman. والله أعلم بالصواب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.